Men 2027-yilda tug'ilganman. Shahar taqchilligi va internet tezligi qo'zg'olonlari o'tib bo'lgandan keyin odamlar biron nimani o'zgartirish emas, tirik qolishga urinishardi. Ota-onam buni uddalay olishmadi. Shuning uchun men Kolumbusdagi Agayoda Elis xolamnikida yashayman. 2045-yilda Kolumbus yer yuzidagi eng tez o'sayotgan shahar edi. Holiday va Morul Gregorio Games'ni tashkil etishdi. Bugungi real voqelik ayanchli. Hamma undan qutulishga urinadi. Shuning uchun Holiday biz uchun chinakam qahramonga aylandi. U bizga uydan chiqmasdan dunyoni kezish imkonini hadya etdi. Turli tomonga chopish mumkin bo'lgan yugurish yo'lakchasidan istagan tomonga harakatlanishing mumkin. James Holiday kelajakni ko'ra oldi. So'ngra uni barpo etdi. U bizga oazis deb nomlangan dunyo sari qochish imkonini berdi.